Mana hurmatli o'quvchilar, men KAMAZ avtomobilini ko'rib, sizlarga ozroq tushuncha berib ketay dedim. Mana yuk tashishga mo'ljallangan. Endi ikki toifaga kiradi. Mana shina naqshlarini ko'ryapsizlarmi? Uni chuqur emas. Bular shina naqshi 1. Endi ikki toifaniki ham 1, endi 3 toifaniki ham 1. Faqat N1dagi 1.6. Mana yuk tashish mo'ljallangan. Mana bu esa orqasidagi prinsipi. Prinsipda odam tashish mumkinmi desa, ko'plar ha deyilgan. Men prinsipda odam tashish mumkin emas. Bu A4 toifasiga kiradi bu prinsipimiz. Mana buni ham shina naqshi 1 bo'ladi. Mana bu shatakka olish, qattiq olagish shatakka olish V-simon bor-ku. V-simon qattiq olagishdan foydalanamiz. Rol boshqaruv ishlamagan paytda keyin orqasidan kelishini ta'minlash mana hech vaqt ketmaydi. Mana KAMAZ avtomobilimiz, yuk avtomobilimiz qayerga ketsa, bu prinsipimiz ham shaqqa ketadi orqasidan. Boshqa transport vositasi yuk avtomobili masalan o'chib qolgan payt, yurmagan paytida xuddi shunaqa usulda mana qattiq olagishda V-simonni shunday tortamiz. Orqasidan kelishini ta'minlaydi. Rol boshqaruv ishlamasa, tormoz tizimi ishlamasa, A4 toifasiga kiradi. Buniki ham 1, shina naqshi, mana buniki ham 1. Chuqur emas, men kort yo'q. Yonida kort degani, yonida mana bunaqa joyda shishib qolsa, kort bo'ladi. Kort o'shani aytiladi.